Assalomu alaykum hammaga. Mana kechagi Sitiko'ga hozir akkumulyatorni yechdim. Mana buni ichida edi. Mana buni ichida mana bunday turgan edi. Buni yechdik. Bu yerda 80 ta akkumulyator ketadi. 80 ta mana shunaqa. Tak, ikkinchisini qilmaydigan bo'ldi. Akkumulyatori qimmat dedi. Sal nito gapirdi. Gaplar nito chiqdi. Akalar, mana shu akkumulyator bor-ku. Mana shu akkumulyator litiyonga men narx chiqarmayapman. Men o'z ko'rsataman sizlarga. Buni yaxshiroq qo'yib qo'yaylik. Mana bu akkumulyator. Mana qaranglar. INR. Mana ko'ryapti. INR 18650. Высокотоковый original akkumulyator manda. Bu original mana. Ko'ryapti. Shtrix kodlari ham bor mana. Shtrix kod. Originalda shtrix kod bo'ladi, yangisida. Bitta plonkasi o'ziniki original. Ustidan yangi qilib, plonka qilib eskisini tiqib yubormaydi. Yubormagan. Men buni Xitoydan zakaz qilaman. Mana shu Xitoydan keladi menga. Mana shu narsa korobkada. Mana bu o'zinikini yechdim. Endi kim xohlasa tushunmayotgan bo'lsa, bu nech pul turadiganini bitta o'qtarib ko'ringlar internetdan. O'zbekistonda kim sotar ekan bu narsani? Nech pul deb so'rab ko'ringlar. 20 dan 25 minggacha narxi bor, lekin 20 ligi mana bu yerda INR yozilmagan. INR yozilgani 25 ming chiqadi narxi. Mana shu bitta donasi 25 ming. Bu yerda 80 ta ketadi akalar. 80 ta mana shu yerga o'z teraman mana shuni 80 ta. Kromi bu yerda расходникlar bor. Расход qiladigan mana lenta teriladi. Mana shu lenta mana bu yerda misol uchun mana bu yerda mana bunday 5 qator terdikmi? Mana 5 qator teriladi akkumulyator. Mana 5 qator terildi. Mana bu lenta mana shu yerga 5 qatorga mana shunday qilib ulanadi. Mana shunday qilib ulanadi 5 qator. Svarka bo'ladi. Bu yerda tochka svarka qilib chiqamiz buni. Keyin bu tomon, keyin bu tomon, keyin bu tomon mana shunday ketadi svarka bo'lib. Mana shunaqa расходник lenta ham bor. Ishi borda ko'rasizlarmi? Lenta qo'yish kerak, svarka qilish kerak. Oxirida keyin BMS qo'yish kerak. BMS bu akkumulyatorlar miyasi bo'ladi. Mana miya. Shu BMS ni qo'yish kerak. Mana har bir BMS ni kontaktlari bor. Mana shu kontaktlarni ham svarkalab chiqish kerak. Qancha ish talab qilinadi. Buni donasi internetda 25 ming. Menga qimmat deyapti bu narsani. Men mana shuni donasini 2 dollardan sotyapman. Lekin shunchaki 2 dollardan men ol o'zingga qo'y demayapman. Men 2 dollarga mana shuncha ishni terib, svarkalab, BMSni qo'yib beryapman ichida hammasi. 2 dollar deganim bilan men buni terib beryapman 2 dollarga. Shuncha ishni terib beryapman. Keyin bordi, birinchi kun keldi, qilamiz dedi, mayli ko'ring, sanang dedi. Любой narx bo'lsa ham qilaman dedi. Keyin kelganida u arzon deb o'ylagan. Shuning uchun qiling degan. Keyin kelganda men narxini aytsam agar, dedi, bu qanaqa qimmat narsa, bunga skuter beradi-ku, uga beradi-ku, bu beradi-ku deyapti. Skuter bersa, skuter yangi oling dedim aka. Menga nima kerak bunaqa gaplar? Skuter yangi olaman, u olaman. Ha, yangi olsang yangi ol. Men narxini aytyapman buni. Men o'zimdan qo'ymayapman buni. Narxini havodan olib qo'ymayapman. Men shu batareykalar narxi shunaqa turadi. Qimmat. Haqiqatan bunday o'ylab qarasa agar skuterning narxiday chiqyapti. Lekin bu stoyishi akkumulyatorlar.
Shuning uchun shunaqa odamlar bor. Narxini so'raydi-yu, "Ha, uzr aka, men pul to'plasam keyinroq qilaman" deydi-yu ketadi. Qimmat ekan, skuterning narxida ekan deb o'tirmaydi. Lekin mana shu klient kelganda mana shunday deydi. Skuterning narxida, bu nima bo'la, nima bo'la. Skuterning ichida bunaqa akkumulyator turmabdi-da. Skuterning ichida geliv akkumulyator turibdi. Arzon. Yarim yilga ham ishlamaydi u geliv. Mana bunga kamida mana 2 yil men beraman ishlaydi deb kamida, lekin qo'ygan odamlar 3 yil ham 4 yil ham haydab yuribdi. Bu litiy ion. Buni boshqachasi ham bor, litiy железо fosfat degani. Mana shu litiy железо fosfati 5 yilgacha ham, 6 yilgacha ham yaxshi qarashsa agar 7-8 yilgacha ham ishlaydi. Mana buni qo'yganlar 3 yilgacha bemalol haydab yuribdi, hali ham yuribdi. Prosta bu 3 yildan so'ng 100% yurmaydi-yu, 20% kamayib qoladi. 100% mana shu 100% bo'lsa agar, mana o'zim ko'rsataman. Mana bu 100% bo'lsa agar, mana shuni 100% deylik. Mana shu 20% kamayib qoladi. Mana shunchasi hali ishlaydi. 80% ga bu ishlaydi yana. 80% ga hali ishlab yotadi bu. 40 kilometrga yurgan bo'lsa 30 kilometr yuradigan bo'ladi. 3 yildan so'ng bu 40 kilometr yurgan narsa 30 kilometr yuradigan bo'ladi. Shuning uchun hech kimni majburlash yo'q bu yerda. Hamma narxini mana men havodan qo'ymayapman. Kim qiladigan, kistasiga to'g'ri keladigan bo'lsa terib ketyapti bemalol. Menga terdiradigan odamlar, yo zakaz beradigan odamlar, yo savol beradigan odamlar har xil qo'shimcha lishni gaplar aytib o'tirmasin. Men o'zimdan mana aytyapman, narxni qo'ymayapman. Boringlar, mana topib kelinglar shunaqa akkumulyator, mana shunaqa akkumulyator topib kelinglar, men yig'ib beraman. Yig'ib berganimda narxini olaman. Qani ko'ramiz, qani nech puldan topib kelar ekanlaringiz. Mana shu akkumulyatorni nech pul ekan. 80 tasini sanab ko'ringlar, nech pul bo'ladi ekan. Mana bu yerda 80 ta ketyapti. Uning ichida ishi bor, svarkasi bor, BMS qo'yishi bor. Keyin bir xulosa qilinglar, qani nech pul bo'lar ekan. Keyin xulosa qilinglar, qani men juda ham qimmat sotyapman, o'zimdan narx qo'yishib tam misol uchun batareyka 1 million bo'lsa, men ustiga 2 million qo'yib foydani 2 million olyapmanmi, batareyka 1 millionlik narsani 3 millionga sotyapmanmi. Keyin shundan bilib olasizlar nima ekan. Mana shunaqa gaplar. Bu batareyka o'zi qimmat. Bundan qolsa agar menga hech nima qolmayapti. Shu mehnat ishimni olyapman. Bo'ldi. Odamlarga yaxshilik qilish uchun men terib beryapman. Shu odamlar yursin, ishini qilsin, dastlabkida ishlaydi, ularga ko'proq yurish kerak. Men shu narsani odamlarga men ham xohlamayman jabr bo'lib, qimmat narsalar, qimmat sotuvlarga jabr bo'lsin deb. Shularga oson bo'lsin deb mana buni o'zim Xitoyda zakazlar qilib topib olib, mana arzonga olib kelib, mana $2 odamlarga ne только sotyapman $2. $2 deyapman, ya'ni yig'ib ham beryapman, ichida hammasi ishi. Mana odamlarga shunchalik arzon tushsin deb men ham harakat qilaman. Harakat qilyapman shunga. Qimmatga olaverib, kim qanaqa narxlarni qo'ymayapman. Shuncha o'ylab ko'ringlar. Mana o'zi bu tugadi. Mana bu korobka. Korobka o'zi bu tugadi. Bu yerda yetmadi o'zi 80 taga. Mana yana bitta korobkani o'zi ochamiz. Mana yangi korobka. Bular shunaqa korobkada yangi keladi mana. Mana yangi korobkada keladi. Shuning uchun mana deb o'ylaymanki, o'zlaringiz xulosa qilinglar. Bu batareykani men qimmat sotyapmanmi, o'zi shunaqa ekanmi bu batareykaning narxi? Keyinchaligiga xulosa qilib o'zlaringiz
kimga kerak bo'lsa terdirishga buncha qimmat ekan degan savollar berilmasligi uchun shu videoni qildim. Salomat bo'linglar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa bemalol Telegramdan murojaat qilaveringlar.